Assalomu alaykum akalar. Sizlar bilan men bugun Roniz va biz bugungi videoda nima qilamiz? Bugungi videoda ko'zimizni yumib qolib. Bugungi videoda biz bir dona golemga qarshi 10 dona zombi va kim o'ldirguncha ko'paytiraveramiz. Agar hozir golem yutib qo'ysa 20 ta qilamiz. Agar zombilar yutib qo'ysa buni golemni 2 taga oshiramiz. Va shunaqa, demak zombilarni 10 ta soni qilamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. Ikkitasi oltin sovg'atlar. Mana jigarlar. Go bo'lmasa. Mana eshiklarni ochamiz. Ye bile. Bo'pti, bittami. Hani. Menimcha atrofda o'rab olishimiz kerak ekan boshqa moblar. Voy. Golemga nima qilyapti? O'lib ketdi hozir. O'lib qolmaydi, senga ishonaman men. Jigarlar. Golem. Amayli. Hozircha golem yutdi. 9 20 ta. Bo'ldi. Qani. Birachkamiz tayyor. Qani, go. Qani, talpacha. Qani, golem davay. Golem nimaga urmayapti? Ur golem. Ur. Ye tavba. Urmaysanmi sen? Bu raundda zombilar g'alaba qozondi. Lekin mana branjletlar bor nimaga? Qanday? Go. Nega ochilmadi? Planda ochilish kerak edi. Mayli. Go. Qani, hozircha EQ1. Golem bir marta yutdi. Zombilar bir marta yutdi. Buni kim yutarkin? Qani. Ana zombi nimaga ikkita tiqilib oldi menimcha bu yerda golem yutsa kerak. Shans yo'q deb tuyulyapti. Mana chiqishadimikin? O birachkamiz chiqqisi ham kelmayapti-yu. Yaxshi. Endi 30 ta nimaga qarshi? Zombiga qarshi ikkita golem. Qani ko'ramiz kim yutarkan. Davay golemlar, davay. Like obuna bosish esdan chiqmasin jigarlar. No. Juda jigarimiz qilyapti, yordam kelmaysizmi nima qilsa bo'ladi? Agar 50 tagacha boradi zombi soni, keyin yana u yoqqa skelet qilamiz. Menimcha yutib qo'yishdi. Ana endi jigarlar 3 dona zombiga 30 ta 3 dona golemga 30 dona zombiga qarshi. Mana jangni boshlaymiz. Talpachamizni boshlaymiz jigarlar. O'tirish yo'q. Davay. Kim yutadi? 3 dona golem, 30 dona zombi. Tasarat bo'lyapti hozircha golemlar. Davay. Ne? O'yib qo'ydik.
Golem bitta qopti. Bittasi o'libdi. Chiqmaqa. İplos chiqmaqa. Sen nima chiqmayapsan? Chiq. Chiq. Biz hamma rozi, men o'ldirib qo'yapman iplosni. O'ldi. Xullas 3-2 jigarlar. Golemlar yutibdi. 5 ta golemga 60 ta zombiga qarshi qilamiz. Davay. Jigarlar, mana ko'rib turibsizlar, bizni yakuniy jangimiz ham boshlanmoqda. 6 ta golem 60 ta zombiga qarshi. Qani kim yutadi deb o'ylaysizlar jigarlar? 5 ta deganim, 5 ta. 5 ta golem 60 ta zombiga qarshi. O'sha talpamiz uchun eshiklarni ochamiz jigarlar. Talpa eshiklari ochilibdi jigarlar. Davay, shu joyga ko'rganlar bo'lsa, shu joygacha. Yalla bo'lsa like obuna bo'lsangiz, Xudo xohlasa stream ham bo'ladi. Hozircha ta'sir etyapmiz. 2 ta golim bu yerda, 3 ta golim bu yerda qisilib qolgan. Agar ashina ham zombilar yutib chiqadi, golemlar yutib chiqadigan bo'lsa, golemlar yutishiga cho'ta yebili. Jigarlar 3-3 bo'lib qoldi. Zombilar yutdi. Ko'rib turganingizdek, mana zombilarimiz 60 ta zombi, 5 ta golemni tashlab tashashdi. Hisob esa 3-3. Zombilarda 3 ta ball, golemlarda 3 ta ball. Va shu joyda videomiz tamom. Videoga like, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hozir bularni o'zim tashlab tashlayman.